Davron aka G'oyipov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysizlar? Yaxshi. Xudoga shukr, yaxshi. Davron aka, biz do'stlarim bilan birgalikda YouTube'da bir kanal yaratdik. Mr. Otabek TV degan. Ushbu kanalda eng asosiy maqsadi O'zbekiston yoshlarini ingliz tiliga, qolaversa chet tillariga va chet sayohatlariga qiziqishlarini uyg'otish. Amerika, Angliya, Yevropa davlatlariga borgan paytimda tarixiy obidalarni ko'rsatamiz. Qolaversa o'sha hamma yutuqlarning eng asosiy kaliti bu ingliz tili deymiz. Mana shu kanalning eng asosiy maqsadi bu bilim berish. Bizni kanalimiz muxlislariga, o'zingizni muxlislaringizga qanaqa tilaklaringiz bor? Birinchidan bu mana shu kirib kelayotgan mana yangi yil kirib kelyapti. Juda ham yaxshi yil. Mana shu 2018-yilni inshaalloh yaxshi kayfiyat bilan, yaxshi niyatlar bilan, do'stlar bilan, oilamiz bilan birgalikda kutib olishni Alloh nasib etsa, inshaalloh shu narsalarni kelasi yildagi ham mana shu o'ylagan yaxshi niyatlarimizga yetib yuraylik, nasib bo'lsa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizning kanalimizga-chi, Mr. Otabek TV kanaliga? Mr. Otabek TV kanaliga endi nima rivoj, ko'p tomoshabinlar, kamida bir 50-60 million tomoshabinlar bo'lsa, shunda biz Otabek bilan g'ururlanib yuramiz. Rahmat. Молодец, наш родной. Rahmat. O'zbekiston rock-and-roll'ini asoschisi, qolaversa original guruhining asoschisi Davron aka G'oyipov. Rahmat Davron aka. Spasibo, chest imay. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Mana hurmatli do'stlar, shunaqangi pozitiv notkalarda Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda, ko'rishguncha.